Xullas, Buxoroda o'zini maxsus noni bor ekan. Bu garimqoq degan non ekan, qattiq non bo'lar ekan, qotgan non bo'lar ekan. Qaranglar, buni pishgandan keyin tandirdan olmas ekanda, shunda tandirda qolib ketar ekan. Qotgandan keyin mana shunaqa sotuvga olib chiqishar ekan. Biz anu shahardan afganskiy non deydi, afg'on non bergan deydi. Bu afg'on nonini damini berar ekan, chunki mazasi ham zo'r ekan. Kecha yeb ko'rdim bittasini, mazasi yaxshi ekan. Nech puldan sotyapsiz buni? 5000 so'mdan. Menga bering shuningizdan. Bilmadim, nechta olib ketamiz? Sen olasanmi uyingga? Nechta olasan? Ikkita, 30 ming deb bering. Xullas, mana shu nondan yeb ko'ringlar, Buxorodan mana shu ushlagallarimni bering, mana shu hozir negativchilarim. Qo'ling bilan ushlading, perchakking yo'q, qo'ling yuvmagansan. Men sotuvchi ham perchakchasi yo'q ekan. Dunyodagi eng toza negativchilar menda. Kirib ko'rsangiz bo'ladi. Xullas, mana shu nondan yeb ko'ringlar, yaxshi ekan. Ha, O'zbekistonda emas, lekin yengil ekan, bu juda ham. Shunaqa. Yengil bo'ladi. Ha, yengil bo'ladi. Mana sinimiz oldilariga kelsangiz, shunda mana shu markaziy bozorga kirishda shu sotar ekanlar. Xalq tilida bu kolxoz bozor. Ha, kolxoz bozori. Endi markaziy bozor sizga aytishdi, atak ishim kolxoz bozor deyishadi. Mana sinimizga kelib olib keturasiz. Ismingiz nima sizni? Ismlari shart emas, mana qo'llardagi tasbihdan tanib olasizlar. Xullas, kelavringlar.